Hurmatli obunachilar, bugungi manzilimiz Farg'ona Yormazordi masjidini orqasida 5 sotixlik hovlimizni ko'rsatamiz. Hozir yaxshilab qaranglar, mana aholi yashaydi. Bu joyimizda gaz, suv, svetdan umuman muammosi yo'q. Kirganimizda sirazi bitta xonamiz, operator keling. Bitta xonamiz. Aytib qo'yay boshida 70% narsani olib chiqib ketishadi, 30% qoladi. Mana qarang. Aboylarni chiroyli qo'yishgan. Bu tomonda mana spalniga akkuratniy qilib nima qo'yishdi. Ko'rsating aylanib. Operator. Uspet qiling. Qaranglar. Polni stяжкаlar qilib chiroyli qo'yishdi, akkuratniy qilib. Mana. Mana tomonida zelyoniy zona, mana suv kachalkalarigacha bor. Yana qaytaraman, gaz, suv, svetdan muammosi yo'q. 5 sotix hovlimiz. Mana bu tomonga kirsak, mana. Mehmonxona. Yana bitta bu tomonimizda xonamiz bor. Aboylar qilib chiroyli qo'ydi. Remonti ham yaqinda chiqqan ekan. Natijali patologlar bilan ko'rayotgan bo'lsanglar. 7 ta xona. Bu navbatdagi xonamiz. Yashayman desangiz, mazza qilib mana ota-onangiz bilan sharoit tuzib, mana bu yerda detskiy qilib qo'ysangiz, kiring, hamma yo'lni ko'rsating. Mana bu yerda letniy kuxnya qilib qo'ysangiz ham rosa yarashadigan joyi. Bu yerda ham o'sha mana kuxnya. Kuxnyani ham qarang, katta. Bu yerdan kelganingizda mana bu tomonda yana bitta xona, spalni. Aytyapman, mazza qilib yashaydigan joyi. Operator hamma yo'lni ko'rsating. Mana. Bu tomonga kelganimizda umumiy sanuzel ichkarida. Mana qaranglar, bu tomonda kladovka bor. Kladovka bemalol narsa aytib qo'yadi. Metga keling. Umumiy sanuzelda mana metlarga yana iligani narsalarni nima qilsanglar, mana bu tomonda vannasi bor, hojati, ummanlik, aristoni bor, mana hamma yo'q mavjud. Endi hovliga chiqamiz. Mazza ekan lekin boru. Hammamizga nasib qilsin shunaqa ko'p uylar, temboli. Farg'ona shahri Yormazor masjidi orqasidan. Zelyoniy zona uzumlarni qaranglar, уже pishyapti bu. Mana bu tomonda ko'chada hojati bor, tanduri bor non qilishga. Shunday kelasizlar, yashaysizlar. Hech qanaqa remont qilay yo boshqa narsa qilay demaysizlar. Endi qaranglar. Narxiga kelsa, narxini $65,000 deyapti uy egalari. Oz-moz tushib beradi. Bizning kanaldan kelsanglar, xudo xolasa. Pastda raqamlar qoldiryapman. Bemalol aloqaga chiqib baraka qilishlari mumkin.